Biz hech qachon sizlarga katta qozonda oshni qanaqa tayyorlaganimizni ko'rsatmagan ekanmiz. Bugun katta qozonda ovqatlarni tayyorlab ko'rsatamiz sizlarga. Sal oq. Ko'pchilik hayron bo'lib qarayotgan bo'lishi mumkin. Qozonga birinchi dumba tushadi deb turib. Yo bilan birga solsanglar, dumba kuyib turib oshiga taqir bo'lib qolmaydi. Hozir biz sal oqroq olamiz, chunki dumba kuysa ham oshga taqir maza beradi. Ha, ilohomiy. Ilohomiy. Allohim shu oshimizni elga manzur qilgan. Alloh akbar. Alloh akbar. Hop, mana oshlarni ham bosib qo'ydik. Novat nimaga? Novat bu oshga emas, choyga, qaynoqqini. Sovuq kunda issiqqina bo'lib olish kerak. Bunaqa sovuq kunda ko'chada osh qilganda. Ko'p kommentariyalarda so'rashadi, oshga shirin bo'lishi uchun novat solasan, shakar solasan. Biz faqat mehr solamiz. Choydan qo'y hikmat. Havoyi. Tez o'tib ketadi. Tezdan ko'tarib o'tasan. Qoldi. Bay, jonon bo'pti, o'zi ham osh. Bismillah, o'zim uchun bitta osh yasab oling. Bismillah. Hikmat baraka top, qo'ling dard ko'rmasin. Osh vashshi. Rost akamiga chestni o'zim aytaman, bu reklama uchun emas. Yorvoribdi. Sizlarni ham hammanglarni Rayhon milliy taomlarida shunaqa mazali oshlarga kutib qolamiz.